aziz qizlarjonlar, o'rtoqjonlar, faraz qilinglar, shunaqa zo'r arzon narxda sizlarga hozir Pekinni zo'r ko'ylaklarni ko'rsataman. Qaranglar qizlarjonlar, 50 mingdan mana shunaqa asal ko'ylaklarimiz keldi. Mana bularni rasvetkalarini qaranglar. Zo'r Pekinni fabrichniy ko'ylaklari 50 mingdan qizlar. Mana shunaqa asal uyda mazza qilib kiyishga 50 dan 62 gacha mana rasvetkalarini qaranglar. Shunaqa zo'r mana buni qaranglar asalligini. 50 mingdan 50 mingdan 50 dan 60 gacha shunaqa asal rasvetkada 50 mingdan shtapel ko'ylaklarimiz keldi. Tez olmasanglar bo'lmaydi. Rasvetkalar do'da xo'ja hammasi. Mana bilan qaranglar 50 mingdan qattiq beradi. Hozir klientlarimiz kutib turishibdi, olib qo'yamiz deb, chunki rasvetkalar do'da, narxlar ham do'da, razmerlar ham do'da. Tez kelinglar, atiga 50 mingdan shunaqa Pekinni ko'ylaklarini olib olinglar. Shtapelli sifatiga gap yo'q, rosa zo'r shtapelli sifati. Tez kelinglar.